Loom videolar. Bir nechta darsda Loom video haqida gapirib keldim. Loom video o'zi nima? Loom video shunaqa programma, bizani ekranimiz va o'zimizni bir vaqtning ichida videoga oladi. Ha? Masalan, screen qanaqadir share qilyapmiz va o'zimizni ham oladi va o'sha videoni o'zida link qilib qo'yadi. Masalan, men bu videolarni olganman bundan oldin va bularning linki bor. Qarang, copy link. Shunchaki olib boshqa odamga yuborib bilamiz. Buni qulaylik tomoni o'shandaki, biza masalan YouTube'da ham qo'yib videoni share qilsak bo'ladi, lekin yoki videoni rekord qilib cover letterga attach qilib qo'ysak bo'ladi, lekin bularni qulay tomoni srazu tezligimizni oshiradi. Hamma narsa tayyor, shunchaki rekordni bosdik, rekord qildik, linkni copy qildik, mijozga yuboryapmiz. Tamom. Juda ham oddiy. Shu uchun Loom videolarni ishlatamiz. Va Loom videolar nima uchun kerak? Loom videolarni o'zi foydasi nima? Birinchi foydasi bu byudjetni bizaga biroz byudjetimizni tejaydi. Ikkinchisi bu mijoz bilan connection qilishga yordam beradi. Masalan, aytaylik 30 ta dasturchi yoki 30 ta kishi bitta ishga topshirgan, 10 tasida Loom video bor va o'sha 10 tasini ichidan masalan aytaylik o'sha mijozga Loom videolarni ko'rish yoqadi yoki Loom videolarni ochib ko'rish hammaga ham interesniy. Bugungi AI nimada dunyoda hamma cover letterlar AI bilan yozilgan, lekin sizni cover letteringizda Loom bor va bu yoqda o'zingizni realniy ishni o'qiganingiz, ishni yaxshi tushunganingizni ko'rsata olasiz. Mijozga bu narsa juda ham muhim. Ko'p javoblarda yozadi. Agar o'qigan bo'lsang, agar postni do konca o'qigan bo'lsang, agar mana bu so'zni qoldir deydi, Chunki ko'p kishi postni o'qimasdan o'qib turib ishga topshiraveradi, farqi yo'q. Mijoz yozdiki keyin, men bu ishni qilmayman, bu ishni qila olmay ekanman, bunay deb bahona qiladi yoki qanaqadir boshqa muammolar chiqib kelishi mumkin. Shu uchun mijozlar ham bunaqa nimadan bezor bo'lib ketgan. Loom videolarda esa siz o'zingiz chiqyapsiz, problema ustida gapiryapsiz va mijoz bilan allaqachon connection bo'ladi. Masalan, 10 kishining ham skilli bir xil, 10 kishida ham Loom video bor, lekin 10 kishidan o'rtasidan bittasini tanlayapti. Kimni tanlayapti? Shunchaki kim unga yoqdi. Odamga yoqadi-ku, to'g'rimi? Siz shunchaki kelib, meni kursimni sotib olib o'tirmabsiz-ku bu yoqda. Ko'rdingiz, meni Instagramda yoki boshqa joyda yoki LinkedInda qayerdadir ko'rdingiz, qandaydir men o'zimga sizni tortib bildim, shu uchun kelib ko'ryapsiz. Boshqalarnikini ham sotib olishingiz mumkin edi, lekin aynan meni kursimga keldingiz. Xuddi Upworkda ham shunday. Connection qilish uchun videolar juda ham zo'r, chem cover letterlar. Aynan shu uchun bizga Loom videolar kerak. Yo'qchi bo'lsa, agar даже har bitta ishga qilish taxlash mumkin Loom video. Agar relevant portfolio projectlaringiz bo'lsa agar. Okay. Kelinglar Loom videolarni bir ko'ramiz. Qanday usunof qilish kerak, nimalar qilish kerak, bilmaydiganlar uchun. Men bu dokumentni pastida qoldirib ketaman, videoni pastida kiramiz, open link qilamiz. Kirganimizdan keyin bizga mana buni ikkitasi chiqadi, extension, Chrome extension chiqadi yoki desktop app. Farqi yo'q, qaysi sizga ma'qul. Menga extension ma'qul. Va screenshot qilganingizdan keyin kiramiz, mana bu yoqda mana bunaqa joyga tushamiz. Bunaqa joydan record video qilsak bo'ladi. Record video qilganimizdan keyin start recordingni bosdikki, bu bizning ekranimizni ko'rsatadi va mana bu bizani ham ko'rsatib turadi. Men buni kattaroq qo'yaman har doim, chunki o'sha mijozlarga interesni, freelancer kimligi, qanaqa gapirishi, ingliz tilida qanaqa gapirishi, hafta qanaqa, qiziq, hammaga ham qiziq. Shu uchun kattaroq turaversin. Men shuni qo'yaman. Va videoda nima haqida gaplashamiz? Mana bu 3-sectionni ochamiz. Bu kameralarning settings, o'sha Loomni polni settingini taxlab chiqasiz, shunga qarab, mikrofon yaxshi bo'lsin, kamerangiz eye levelga bo'lsin, agar kamera qo'yayotgan bo'lsangiz yoki mana shu kompyuterning kamerasi ham bo'ladi. Чтобы ovoz ham yaxshi bo'lsin va svet ham yaxshi tushsin, aftingiz yaxshi ko'rinsin. Mana bu yerda qarang, normalniy. Agar hech qanaqa svetingiz bo'lmasa, agar oynani oldiga kelib, kompyuteringiz bilan nima qilsangiz bo'ladi. Va orqangizda nimada background noise bo'lmasin. Hech qanaqa shovqin bo'lmasin atrofingiz. Tamom? Keyin videolarni olayotganda birinchi partiga shunchaki quick introduction. Hey, ana endi bu yoqda bemalol introduction qilavering. Chunki bu juda ham kambax bo'ladi, bu eti normal. Chem o'qigandan ko'ra. Hey, I'm Olim, full stack developer, I've been working this bla 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 bla. Keyin ikkinchisi, ba'zilar даже taxlab oladi o'ziga Loom videoni har bitta klientga yuborish uchun. Uni ham qilish kerak emas.
Лучше har bitta klient uchun customized bitta Loom video taxlash kerak. Ikkinchisi mijozning problemasi haqida. Upwork'dagi o'sha ishni ochasiz. Hey, I have seen masalan ochamiz bitta ishni kelinglar. Bitta ishni ochib ko'rsataman. AI chatbot needed, huh? Hey, I've seen you need AI chatbot using NLP. I have built this using NLP. Masalan, what kind of technologies do you want to use? Are you using Python, LangChain? Where are you deploying it? Endi xayolimga kelgan narsalar, lekin siz birinchi tayyorlanasiz. Nimalar so'rash mumkin, nimalar aytish mumkin, Srazu bitta ChatGPT bilan, bitta prompt bilan tayyorlaymiz. Loom videoda nimalar gapirishim mumkin. Lekin bu ham naturalni berish kerak, shunchaki o'qib berishingiz kerak emas. Undan keyin bizda bo'ladigan narsa bu problemasi haqida gapirdik, va qanday biza buni solve qilishimiz mumkin. Shunchaki olishimiz mumkin. I would use here Python, I would use here Rags, LangChain, and I would do it using Django because Django has built-in admin which will finish our job quicker and it would be cheaper. Shunaqa deb problemasiga nima berasiz? Solution berasiz. Oxirida yana nima qo'shishingiz mumkin? Hey, check out this. I have this project here, right? This project is related exactly like yours. Here's what I did is deployed Telegram bot on AWS. It runs free forever almost. If it's small bots, blah 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 blah. O'shani profiliga taalluqli nimadirni aytasiz. 1 minutdan oshmasligi kerak. 1 minutdan 1,5 minutgacha yoki 2 minutgacha maksimum. Juda ham uzoq qilish kerak emas. 1 minut yetarli, chunki 30 sekund ham yetarli. Ko'p hollarda ular o'qimasligi mumkin. Shuning uchun juda uzun qilmaymiz. 1 minut, 2 minut maksimum qilishimiz mumkin. Oxirida o'sha nimani beramiz? Mana shu ishni qilganimizni ko'rsatamiz, qanaqa ish qilganimizni GitHubda bo'lsa ko'rsatamiz yoki boshqa sohada bo'lsangiz o'z sohangizdagi ishlarni ko'rsatasiz, Prям Upwork'dagi ham ko'rsatsangiz bo'ladi ba'zan agar boshqa joyda bo'lmasa portfolioyingiz, Va undan keyin esa masalan shunchaki hey, davay bitta qo'g'lasang bitta call qilamiz, callda men senga detalliroq sen bilan gaplashishimiz mumkin. Men bugun free, ertaga free, har qanday vaqt freeman. Tamom. Tayyor bo'lgandan keyin shunchaki linkini copy qilamiz. Linkini copy qilganimizdan keyin Upwork jobga masalan shunchaki aytsak bo'ladi. Nimani yozyapmiz, Cover letterni yozyapmiz. O'shani biror joyda qo'yib ketsak bo'ladi, masalan, o'rtasida yoki prям oxirida emas. Boshlarida yaqinroq bo'lsin-da. Mana bu ikki qator bilan mijozni o'zimizga tortganimizdan keyin mana pastlarda bo'lsa bo'ladi. Hey, check out this Loom video yoki hey, check out this Loom video I prepared for you deb aytish mumkin. Hey, check out this Loom video. Here I explain how I solved your problem. Masalan, mana bu dokumentda mana shu haqida yozgan bo'lishim kerak. After recording, copy link. Here, check out one quick video. Here. Here is a quick 1-minute video. Explain how I approach your project deb Loom linkni qo'yishingiz mumkin. To'g'ri, hamma mijozlar ham Loom linkga kirmasligi mumkin. Bunga ham tayyor bo'ling. Men bu dokumentni qo'llaman. Bu yerda boshqa prototiplar bor. Hammasini o'qib ko'rib, yana shundan kelib chiqib bemalol Loom video taxlasangiz bo'ladi.